oila deganda eski emas, yani hozirgi amaldagi konstitutsiyada ham aytilganki, tomonlarning o'zaro kelishib nikoh tuzilishi. Bugun biz ta'rif qilyapmizki, bugun oila deganda dunyoda har xil tushuncha bo'lyapti. Bu erkak va ayolning xohlab nikoh qilishi menimcha to'g'ri bo'ladi biz qadriyatga, to'g'rimi? Alisher aka, siz fikringiz nima? Mana shu kazus bo'lganda, tomonlar deganda u payt bilinmagan. Mana Sherzod aka, bir qiziq bir holat bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqda shu masala bo'yicha fikr bildirganimda bir ishtirokchilardan biri o'sha Facebookda meni sahifamning tagiga bir munosabat bildirib yozgan. Munosabat bildirganda va u yerda aytganki, o'ylab gapiryapsizlarmi? Oila o'zi boshqa qanaqa bo'lishi mumkin? Boshqacha oila ham bo'lishi mumkinmi o'zi deb haqiqatan samimiy e'tiroz bildiryapti. U samimiy. Ya'ni uni tushunchasida oila haqiqatan ham ayol va erkak orasidagi tushuncha. Lekin biz so'nggi agar 10 yillik hisob kitobini qiladigan bo'lsak, bir jinsli nikohlar juda avj olyapti va nafaqat bu bir tabiiy jarayon sifatida, balki sun'iy qo'llab-quvvatlash orqali bu madaniyatni, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi bu madaniyatni jamiyatlarga, qadriyatlarga sodiq bo'lgan ayrim millatlarga va davlatlarga kiritishga juda katta tizimli harakatlar amalga oshirilyapti. Hatto men aytishim mumkin, ayrim bizni g'arbdagi do'st mamlakatlarimizni deputatlari bilan bo'lgan uchrashuvda ular tomonidan ko'pincha shu talablar qo'yiladi. Aytadi, bu inson huquqi, men hayotimni egasiman, men xohlagan ishimni qilishim mumkin, nima uchun taqiqlayapsizlar bu narsalarni degan ma'noda. Xohlagan ishini qilishi mumkin, lekin jamiyatning ma'naviy poydevorlariga, jamiyatning ma'naviy ustunlariga hujum qiladigan odam, u o'zini xohish va erki bilan emas, u millatga nisbatan, qadriyatlarga nisbatan qilinayotgan juda katta tahdid sifatida qabul qilinishi kerak va konstitutsiyada bu narsani aniq lo'nda yozib qo'yilishi, men o'ylaymanki, bizni oldinda kutayotgan juda katta bir ma'naviy tahdidni oldini olishga xizmat qiladi.